Assalomu alaykum. Sog'lom hayot kanaliga xush kelibsiz. Agar har kuni Coca-Cola ichsangiz nima bo'ladi? Mutaxassislarning fikricha, deyarli butunlay zararli sintetik moddalardan tashkil topgan ichimliklardan muntazam foydalanish turli kasalliklarning rivojlanishiga va ba'zi hayotiy jarayonlarning buzilishiga olib kelishi mumkin. Bular qaysilar? Bular semizlik, leykemiya, oyoq-qo'llarning shishishi, muntazam kramplar, mushaklarning kuchsizligi, 12 barmoqli ichakning yarali shikastlanishi, qandli diabet, psixikaning parchalanishi, depressiya holati, mo'r suyaklar, tishlarning parchalanishi, asab tizimining buzilishi va gastrit shu kasalliklarga olib kelishi mumkin. Sizlar bilan Sog'lom hayot kanali bo'ldi.